Salom Joybox obunachilari, o'tgan safargi game testimizda men real vaqtda FPS larni ko'ruvchi hamda temperaturalarni ko'rib turuvchi ilova haqida gapirgandim. Mana bugun juda ham ko'plar so'ragani uchun sizlarga bu ilovani beraman hamda uni qanaqa qilib to'g'ri ketma-ketlikda ustanovka qilish kerakligini ko'rsatib beraman. Bu ilovani olib turib, shunchaki o'rnatishingiz bilan ishlab ketmaydi, uni to'g'ri qadamma-qadam nastroyka qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rishni maslahat bergan bo'lardim. Ilovani Play Marketdan umuman topa olmaysizlar. Shuning uchun agarda shu izohlarning tagida menga ilova kerak yoki qaysi o'yinda sinab ko'rmoqchiligingizni yozib qoldirsangiz, men sizga bu ilovani yuklash uchun silka yuboraman. Shuning uchun mendan sizlarga ilova, sizlardan esa bizani kanalga like va podpiska bosishni so'rab qolgan bo'lardim kanalimizni rivoji uchun. Boya aytgandek, FPS hamda temperaturani to'g'ridan-to'g'ri ko'rib turuvchi ilovani shunchaki ustanovka qilishingiz bilan ishlab ketmaydi. O'shaning uchun unga qo'shimcha yana bitta ilova yozishingizga to'g'ri keladi. Bu ilovani bemalol Play Marketlardan topsangiz bo'ladi. Qo'shimcha ilovani birinchi o'rinda biz nastroykaga kirib turib, bu yerda telefoniga kirib, telefon haqida kirib, agarda Xiaomi bo'ladigan bo'lsa, bu yerda versiya OS 10 marta bosasiz va rejim razraботчикаga o'tasiz. Samsungda ham xuddi shunaqa rejim razraботчикаga o'tishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin siz pastga tushib turib, agar Xiaomi yoki Redmi bo'ladigan bo'lsa, Xiaomining akkauntiga kirishingiz kerak bo'ladi. Yoki akkaunt sozdat qiling yoki bor bo'lsa, kirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin esa biz Play Marketga o'tib turib, mana bu Shizuku degan ilovani yozib olamiz. Agarda yo'q bo'lsa, bemalol internetdan skachat qilsangiz ham bo'ladi. Shizukuni ishga tushirasiz hamda ustanovka qilasiz. Ustanovkadan keyin bu programmani ochasiz va mana shu yerda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bor. Xo'sh, buning uchun mana bu yerda сопряжение degan joy bor. O'shani bosasiz hamda nastroykadan sizga xabarlar kelishini yoqib qo'yasiz va orqaga qaytasiz. Undan keyin e'tibor bering, nastroykaga kirishingiz kerak bo'ladi hamda bu yerdan rejim razraботчикani topishingiz kerak bo'ladi. Mana kirib olasiz hamda pastga tushasiz. Pastroqda atlatka bo'limida atlatka po USB bor. O'shani yoqishingiz kerak bo'ladi. Uning uchun boya aytganimdek Xiaomining o'zini akkauntiga kirib olgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Bir marta kirib olsangiz yetadi. Buni yoqib olasiz. Keyin отладка bo'limini pastrog'ida отладка po Wi-Fi bor. Kirasiz hamda yoqasiz. Yoqishingiz bilan pastrog'da подключить устройство с помощью кода подключения va bosishingiz bilan tepadan sizga Shizukudan xabar keladi va o'shani kirgishingiz kerak bo'ladi. 463 972 mana shu yerga keladi. 463 972 bosadigan bo'lsak, mana Shizuku bizga ulandi. Demak, ulangandan keyin biz Scan degan programmani ishga tushirishimiz kerak bo'ladi. Aytganimdek, bu ilovani Play Marketdan umuman topa olmaysiz. O'shaning uchun mana shu videoni ostida programma kerak yoki qaysi o'yinda test qilmoqchisiz, o'shani yozib qoldirsangiz, men sizga ustanovka qiluvchi faylini yuboraman. Demak, bu holatda skachat qilib olganingizdan keyin bu download papkaga tushadi va uni ishga tushirasiz. Ustanovka qilasiz. Bu yerda sizdan Play Marketdan ruxsat so'raydi. Siz Play Marketga kirib turib, ushbu ruxsatni olishingiz kerak bo'ladi. Play Marketga kirasiz. Bu holatda o'zingiz akkauntingiz ustiga bosasiz hamda Play защитаga kirasiz. Tepada настройка значоgi chiqadi. O'shani ustiga bosib turib, birinchisini o'chirib qo'yasiz. Приостановить yoki отключить qilib qo'yasiz. Hamda yana o'sha ilovaga qaytasiz va ustanovka qilishni boshlaysiz. Mana ustanovka qilindi. Ustanovka qilish jarayoni tekshiruvda o'tgandan keyin bu ilovani yana ishga tushirasiz. Mana ochamiz. Ochib olganimizdan keyin bu yerda hech narsani temay turamiz hamda Shizukuga qaytamiz. Shizukuga kirib turib, запустить knopkasini bosamiz. Va bu yerda mana shunday yozuv chiqish kerak. Hamda mana sizga Shizuku ishga dasturga tushdi. Ana endi Shizukudan chiqib turib, Scan ilovasiga o'tamiz hamda ikkinchisini bosamiz.
razрешitni bosadigan bo'lsak, ozgina kutib turamiz. Hamda bu ilovaga kirib oladi mana. Kirdi. Bu yerda ham razрешitni bosamiz. Xo'sh, bu yerda smartfonni hamma sistemasi bo'yicha ma'lumot bor. FPS hamda temperaturani ko'rish uchun mana bu tepadagi tugmani bosamiz. Iltimos deyapti, siz ruxsat bering deyapti. Ruxsat berish uchun уведомленияларga chiqib turib, настройкаga kirib, приложение bo'limiga o'tamiz. Hamda scan ilovasini topib olamiz. Bu yerda уведомлениyaga mana ruxsat berilgan hamda другие разрешения bor. Ochadigan bo'lsak, eng pastdagilarni ruxsat berib qo'yamiz. Bu fon rejimida bu ilovani ishlashiga ruxsat berish. Yana qaytamiz hamda bosadigan bo'lsak, mana shunday monitoring chiqadi. Pastda mana bosadigan bo'lsak, temperatura ochiladi, FPS ochiladi. Xohlasangiz mana protsessorni qizishlarini hamma narsasini ko'rib tursangiz bo'ladi. FPS mana bunaqa ko'rinishidan tepadagi. Xohlasangiz mana boshqa bir monitoringlarni ham ishga tushirsangiz bo'ladi. Mana klassik monitoring hammasini ishga tushirsangiz bo'ladi xohlaganingizni. Ana endi kelinglar, buni o'yin davomida qanaqa ko'rish mumkin va o'yin jarayonida buni umuman qanaqa ishga tushirish mumkinligini sizlarga ko'rsatib bersam. Mana PUBG o'yiniga kirib oldim. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda temperatura hamma narsani ko'rishingiz va mana bu yerda FPS ni bemalol tomosha qilishingiz mumkin. O'yinni to'liq monitoring qilish uchun mana shu FPS ustiga bosasiz va bu yerda necha minut o'yinni monitoring qilish kerak o'sha chiqadi. Misol uchun 30 daqiqani bosib qo'yadigan bo'lsangiz, bu qizil rangga o'tadi va o'yinni to'liq monitoring qiladi. FPS minimum nechaga tushdi, temperatura maksimum va minimum, FPS o'rtacha, FPS maksimum barchasini ko'rsatadi bu real vaqt davomida. O'yinni o'ynab bo'ldingiz, bo'ldi, monitoring qilmoqchisiz, ustiga yana bir marta bosadigan bo'lsangiz, bo'ldi, bu monitoring qilib oldi. Va to'lig'ini ko'rish uchun ana shu scan ilovasiga o'tasiz. Bu yerda menu bo'limiga o'tib turib, frame rate statusga o'tadigan bo'lsangiz, bu yerda sizni o'yiningizni ko'rsatib turadi va ustiga bossangiz, bu yerda mana ko'rib turganingizdek maksimum FPS, minimum FPS, o'rtacha FPS ko'rsatib turibdi. Bu yerda temperaturalarni ko'rsatib turibdi. Mana ko'rganingizdek, men o'yinni ko'p o'ynamaganim uchun bu yerda kuchli monitoring bo'lmagan. Siz o'ynaganingizda 100% monitoring ko'rsatadi va bu yerda yana qo'shimcha narsalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agarda siz smartfonlarni obzor qilmoqchi bo'lsangiz, game testlarga qiziqsangiz, ularni temperaturasini o'lchashini qiziqadigan bo'lsangiz, aynan mana shu ilova sizga kerak. Bu ilovani qaysi smartfonda ishga tushirganimni bilasizmi? Redmi Note 15 Pro Plus. Hozirgi vaqtda eng aktual bo'lgan Redmining eng oxirgi lineykasi va o'sha lineyka ichida eng kuchlisi hisoblanadi. Kamerasi 200 megapiksel, protsessor Snapdragon 7S Gen 4, displeyi juda ham katta, 683 dyum. Mazza qilib ishlatasiz. O'ynash jarayonida displey kattaligi bu sizga juda ham katta obzor beradi, to'g'risini aytganda. Bu gamerlar uchun juda ham muhim. Qo'shimchasiga bu IP69 himoyasiga ega. Suvdan, changdan umuman qo'rqmaydi. Qo'lingizdan tushib ketadigan bo'lsa ham sinib ketmaydi. Bu anchagina baquvvat va bardoshli hisoblanadi. Qo'shimchasiga bunda 6,5 ming mAh akkumulyator joylashtirilgan. Naqd 6,5 ming. Yana bu litiy akkumulyator emas, balki kremniy uglevodniy. Agarda mana shunday foydali va qiziqarli kontentlar sizga yoqayotgan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'llab-quvvatlab turing. Bu orqali sizga yoqayotganini bilamiz. Ustanovka qilishni tushunmagan bo'lsangiz, videoni boshdan ko'ring, albatta tushunib olasiz. Biz esa siz bilan xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.